Va lekin u risk o'limga olib bormasligi kerak endi albatta. Ya'ni daraxtga chiqib ko'rsin, hop maksimum nima bo'ladi? Misol, mana mayib bo'lar. Hozir chiqarmaymiz-ku biz. Misol, chiqarmaymiz. Yoki borib o'sha cho'milib ko'rsin ochiq suvda, ko'nmaydigan boshqa yoki yonida turib turaylik misol. Riskmi? Risk. O'limmi? O'lim bilan tugamaydi katta ehtimol bilan. Mana shunaqa narsalar, ya'ni erkak kishiga risk kerak. 90-yilmisiz? 93. 93misiz? Ko'chada yurganmiz yoshlik. Ha. O'lmas bo'lganmiz shu paytda. Nima o'ylayman? Hozir dars ko'rsataman sizga. Kecha yondan o'tib qoldim. Besmертный bo'lganda u paytda. Daraxtda biz polni meva terardik, ya'ni risk. Daraxtdan pastga kalla tashardim aroq ichiga. Hozir men bilmayman qanday qilgan bu narsani. Mana shu cho'milgan ekanmiz biz kecha rasmini oldim. Rasmga oldim. Aytsam post qilib qo'ymoqchiman. Keyin tog'da esimda Mana shu cho'milgan ekanmiz biz. Kalla tashab. Mening katta hayron qoldirgan narsa nimaga o'lib ketmaganmiz. Mana shu narsani tushunmayman. Yo'q, hech kim o'lmagan-ku, tanishlar. Shu yerda hamma o'lib ketish kerak edi o'zi asli. Ano ekrandan terib olib halaga eski mana bunaqa radioga televizorlar bor, uni tosh olsang po'q deb davleniya bilan oynalar uchadi. Oyoqlarimiz kesilib ketar. Otardi ekan shu ekrandan. Oyoq yirtilsa kulib yana o'tiradi. Bir ko'z pozga ham kirib ketmagan hech kimga. Hayron qolaman. Yo, risk kerak. Men bugun o'g'lim bilan o'tirib, endi bayramku uyda o'tirib 13 tami tram yara sanadim o'g'limda. 13 ta. Bo'ti ko'kargan, o'ti qanaqa qilgan. Endi men chunki shu falsafada katta qilaman. Chiqursin, qo'y, yursin, bo'lsin, mana sezsin, his qilsin. O'g'il bola-ku. Qiz bola bo'lsa unaqa emas. Qiz bola bo'lsa aysh. Qachon fikringiz o'zgardi? 1-2 yil oldin shu haqida gaplashgandingiz. Ha, bolalarni ko'raman-ku. Risk ko'rmagan bolalarni. Sizda bo'lsa yakka ko'rash masalasida. Risk ko'rmagan bolalarni ko'raman. Pedagogika chuqurroq kirdingiz-da hozir. Chuqurroq kiraman va ko'ryapman-da. Katta bo'lyapti, biz yoshroq bo'lgan bolalar katta bo'lyapti. Ko'zim bilan ko'ryapman va risk olmaslik, o'zini tanasini, o'zini riskka qo'ymaslik va bolalarni yoshlikdan riskka qo'ymaslik, o'g'il bolalarni nimaga olib kelayotganini ko'ryapman-da. Oqibat yaxshi emas. Lekin bundoq qarasa doim kattaroq avlodlar o'zidan keyingi avlodlarni bular aynigan avlod deb aytishgan. Ya'ni o'zingiz bitta hikoya aytib berganingiz, Aristotel adashmasam, yozmanglar, ya'ni eslab qolinglar, yozish dangasalarniki deb aytgan. O'zi bundoq qarasa, lekin tashqaridan qarab ko'raylik, hozirgi avlodlarni, mana yoshlarni maktabda o'qiyotganlarni o'ziga yarasha ustunliklari va kamchiliklari bor. Mana kamchiliklarni aytib ketyapmiz. Ya'ni bu ya'ni nima desa, bесхребетность, ya'ni sust xarakter. Qanaqa ustunliklar bor ularda? Menimcha ular aqlliroq bo'lsa kerak. Texnologiya tomonidan ancha aqlli. Ustunligi bor, tabiiy, ustunliksiz bo'lmaydi. Chunki biz 20-15 yoshga borib tanishgan narsalarni 3 yoshga, 5 yoshga borib, misol uchun, ya'ni yoshligidan bilib boradi. Endi qarang, haqiqiy ustunligini endi mana bir narsa tushuntiraman-da, qarang. O'sha Aristotel zamonidan beri zamonki bu avlodimizdagi bo'lmadi deb insonlar, odamlar moral tomondan aytganda, moralniy tomondan aytgan. Ya'ni etichniy, kattalarga hurmat, mana shu tomondan-da. Lekin hozir biz keyingi kelayotgan avlodda butun dunyoda, O'zbekistonda emas faqat bu, butun dunyoda hamma tomondan orqaga ketishga ko'ramiz. Hamma tomondan. Birorta tomon yo'qki, ular keyingi avlod o'zidan oldingi avloddan oldinda bo'lsa. Ya'ni aql tomondan ham pisa natijalari tushyapti butun dunyoda. Yaponiyada ham hattoki. Xo'p, depressiya oshyapti. Suitsid oshyapti. Fizik ko'rsatkichlar, ya'ni jismoniy ko'rsatkichlar tushyapti. Xotira pasayapti, diqqat pasayapti. Jonatan Hadis kitobi bor, o'qinglar, tavsiya qilaman. Juda ham o'g'irlangan, yo'qotilgan avlod degan kitobi bor. Qanaqa 2010-yilda smartfonlar va ijtimoiy tarmoqlarni kiritilishi bizni avlodni yo'qotishimizga sabab bo'ldi. Bitta avlod yo'q bo'lib ketishiga, ya'ni umuman natija olmasligiga sabab bo'ldi degan. Birorta ko'rsatkich yo'qki, oldinda bo'lsa. Tezlik. Nimada tezlik? Oldin men misol uchun bir narsani o'rganish uchun men bibliotekaga borardim. Hozir istalgan narsani men avlodning yutug'i emas-da. 10x tezroq o'rgana olaman. Yo'q, siz ham o'rgana olasizda. Bu avlodning yutug'i emas-da bu. Yo'q, bu zamonning yutug'i bu. Mana bitta narsa. Bu zamonning yutug'i, pritom shu zamon shunaqa bo'lganiga o'tgan avlod ishida bu o'zi aslida. Ha. Atrofimizga hamma narsa bizdan oldin yashagan odamlar qilgan. Shunaqa.